Voy, men puldan olib beraveraqo, hozir taxlanmagandi pullarni. Bo'laqa. Nima bu, aka? Yana Komol tentak keldimi deyman? Ha, nima deysan? Endi bir chekka qo'yib qo'y ukam. Yaxshi ham Komol to'y qilmayapti, bo'lmasa borib do'konni yopiq qolardi, aka. Sal ko'ngilli keyin qil. Qo'yib bir chekka qo'yib qo'y pulni. Men bo'lmagan paytimda ham har doim Kamol kelsa bergin. Bilasan, u pulsiz bersang, shundoq bersang olmaydi. Ya salom berdi. Komoldan. Tinchmi? Non kerakmi? Aziz akam yo'qmi? Yo'q, azigan ketdi-ku. Yo'qqa. Uzoqlarga. Hamma. 4 pulim bor, non ber. Bo'ldi, xo'p. Mana. Rahmat. Bo'pti. Robbim, shuncha yil novvoylik qildim. Ba'zida odamlar xafa bo'lmasin, ranjimasin deb soxta pullarni ham oldim. Bugun bo'lsa, huzuringga men ham soxta toat ibodatlarim bilan, gunohlarim bilan ketyapman. Allohim, sana meni ranjitmagin. Gunohlarimni o'zing kechir.